Xitoy taratqularının 15 dekabr xabar qilishicha, Xinjiang neftliq şirketining Jungar oymonliqidagi Maxu neftliqida butun yilda yangidan barpo qilingan ishlab chiqarish iqtidori yillik neft ishlab chiqarish miqdorining 2 million tonnadan oshgan. Xabarda aytilishicha, chorlash tekshirish, etish masofasini tezlatish uchun 2018 yil 6 oyda Xitoy neft guruhi shirkati maxsus Jungar oymonliqidagi nuqtaliq chorlash rayonini chorlab tekshirish, etish qurilishi naq maydon qo'mondonlik shtabi qurib, tashkillab moslashtirish, naq maydonda yo'lga qo'yish qatorliq jihatlarda o'rtaq kuch chiqargan. Hozirga qadar 3 darajalik neft geologiya zapasidan 1 milliard 600 million tonna amaliylashgan. Xitoy ishg'olchilari Sharqi Turkistonda boyliqlarni echish va bulon-talon qilish sur'atini tezlatayotgan bo'lib, xabarda mundaq deyilgan. Taraqqiyot yirik plani bo'yicha Maxu neftliqining 2025 yil xom neft mahsulot miqdori 5 million tonnaga yetadigan ham 6 yil muqim ishlab chiqaradigan. Amerikadagi musulmonlar va osonliq millatlar guruhlari Islom hamkorlik tashkilotiga avatgan xitida Uyg'urlar uchun adolat talab qildi. Amerika Musulmonlar Tashkiloti Kengashi va Uyg'ur erkinligi subsi tarafidan tayyorlangan bu xat 150 tashkilotning imzosi bilan Islom hamkorlik tashkilotiga avatildi. Bu xatda Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qilayotgan zulmlari ko'rsatilgan bo'lib, Islom hamkorlik tashkilotining adolatga kafolatlik qilish uchun qo'llanilgan qadamlari ichida Xitoyni insoniyatga qarshi turish jinoyati bilan ayblash, Xitoy hukumatining tashviqot tarqatishining oldini olish, Uyg'urlarni qo'g'dash va panohlik berish, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlarning Xitoyga tushirgan bisimini qo'llash qatorliqlar ko'rsatilgan. Amerika Savdo Ministrligi 18 dekabr Amerikaning davlat bexatarlik sababli Xitoyning yana bir turkum xalqaro texnologiya shirkatlarini qora tizimligiga kirgizgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, bu qatam Xitoyning xalqaro yerim o'tkazgich ishlab chiqarish guruhi, uchqisiz aeroplan ishlab chiqarish shirkati bo'lgan Shenzhen Dajang yangilik yaratish texnologiya cheklik shirkati qatorliq 60 dan ortiq korxonasi qora tizimligiga kirgizilgan. Amerika Savdo Ministrligi e'lon qilgan bayonotida bu harakatga Xitoyning harbiy xalq egiligini birlashtirish ta'limoti, yerim o'tkazgich ishlab chiqarish guruhi bilan Xitoy harbiy sanoat sohasiga aloqador ba'zi o'rinlar orasidagi faoliyatga doir dalillar turtki bo'lganligini bildirgan. Reuters agentligining ta'kidlashicha, qora tizimlikdagi qolgan shirkatlar kishilik huquq dafsandichiligiga ishtirok qilgan, Janubiy dengizning harbiylashtirilishi, qonunsiz egallab olinishiga yordam bergan, Amerika mahsulotlarini Xitoy ozodlik armiyasining harbiy programmasini qo'llash uchun setib olgan, Amerikaning savdo maxfiyatligini o'g'irlagan shaxs va o'rinlar ekan. Amerika Savdo Ministrligi ilgirmo Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishiga hamkorlashgan Dahua, Xaykan qatorliq Xitoy texnologiya korxonalarini qora tizimlikka kirgizgan edi. Amerika prezidenti Donald Trump iqtisodiy taftish o'lchamiga amal qilmasa, Xitoy shirkatlarini Amerika pay bozoridan chiqarib yetaladigan qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Oqsaroy e'lon qilgan bayonotida Trumpning chet el shirkatlari mas'uliyat qonuniga imzo qo'yganligi o'tirg'a qo'yildi. Tilga ilingan bu qonun chet el shirkatlarining uda 3 yil Amerika ommaviy buxgalterlik nazoratchilik organining tekshirishiga amal qilmasa, Amerika aksiya birjasida bozorga selinishining oldini oladi. Xitoy shirkatlarini nishon qiladiganligi o'tirg'a qo'yilgan bu qonunning Alibaba, Baidu, Pinduoduo va Xitoy nefti qatorliq shirkatlarga ta'sir ko'rsatganligi ko'rsatildi. Bundan boshqa, bu qonun shirkatlardan chet el hukumatining kontrolligida yoki emasligini oshkorlashni talab qiladi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu va davlat mudofaa ministri Hulusi Akar bilan Ukraina Tashqi ishlar ministri Dmytro Kuleba va davlat mudofaa ministri Andriy Taran Kiyevda o'tkazilgan ikki qo'shilgan ishki format yig'inidan keyin birlashma bayonot e'lon qilindi. Bayonotda mundaq deb ko'rsatildi: Har qaysi taraflar ilgari hosil qilingan kelishimni yo'lga qo'yish va siyosiy, madaniyat, iqtisod va mudofaa sohalarini o'z ichiga olgan hamkorlik sohalarini kengaytirish orqali strategik hamkorlik munosabatini davomli taraqqiy qildirish va kuchaytirishdagi o'rtaq muddasini qayta ta'kidladi. Bayonotda Qora dengiz rayonining muqimligi va bexatarligi tahdidlarning borligi va ularning oqibatlari ko'rsatildi.
Davlatlarning zamin butunligiga va xalqaroda e'tirof qilingan chegara ichidagi egilik huquqiga hurmat qilinishi ta'kidlanib mundaq deyildi. Qrim Avtonom Jumhuriyati va Sevastopol shahrini o'z ichiga olgan xalqaro e'tirof qilingan chegara ichida Turkiyaning Ukrainaning egilik huquqi va zamin butunligini qo'llaydiganligini ta'kidladi.